Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Charchab qolmayapsizlarmi? Videolarimiz sekin chiqishda davom etadi. Sergelidamiz, Qumariqda metroga ketish tarafdamiz. Navoiyxona propan zapravkasida turibman. Mana hozir metan bo'sh narxini 5200 so'm narxi. Metan narxi Toshkentda 5200. Hozir o'zimiz propan zapravkada turibmiz. Mana o'chirtani ko'rsanglar bo'ladi. Undan keyin mana oxirida o'chirt. Ancha mashina o'chirtda turibdi. Endi bu yog'i sabr dedi-yu. Propanda yuradigan okalarga sabr, metanda yuradigan okalarga ham sabr tilaymiz. Ichkarini ham hozir ko'rsatamiz. O'chirtligini. Odam metan ishlamoqda. Metanda ham odam bor. Yetarlicha. Biz propanga keldik hozir. Propan qo'yamiz. Qumariqda ham shunaqa o'chirt. Bu yoqda ham Toshkentda hamma yoqda hozir endi propanga o'chirt boshlandi. Ko'pchilik propanga o'tdi, orasida o'chirtlarni ko'rsatamiz. Mana men orqamda ham nechta mashina turibdi hali o'chirtda. Soatimizga qarasak 5 dan o'tdi, shanba kuni. Bemalol deb kelsam, bemalol emas ekan, bu yoqda ham o'chirt ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, propan hozirgi kundagi narxi 5400 so'm ekan. Metan 5200 so'm. Shunga nima deysizlar? Fikringizni yozinglarchi, kommentariyada bir izohlarda qoldiringlar o'zingizlarning fikringizni. Qaysida yurish arzonroq, yigitliroq, o'chirtsizroq? Mana ichkarida bizdan oldin ham shuncha mashina turibdi mana. Propanchilarni endi o'chirt kutish yana boshlandi. O'zi qish paytida anchagina o'chirtga turganmiz. Endi yozda ham o'chirtga turamiz bunaqada. Endi metanga ko'pchilik metan qo'ydirmasdan propan qo'ydiradi. Nima deymiz endi? Propan yaxshi, 95 benzindan ham yaxshi. Oktanlari bor, o'sha sababli propanga ko'pchilik o'tib ketadi menimcha bu turishda. Sizlarda qanaqa mashinalarda propan qo'ydinglarmi? Qancha yurmoqda? Viloyatlarda qanchadan hozirgi kunda propan narxlari? Toshkent shaharda 5400 so'm propan narxi. Viloyatlarda hozirgi kunda necha pul? O'zingizlarning fikringizni yozinglar, izohlarda faol bo'linglar, bir gaplashinglar. Kanalda rivojlantiringlar. Yangi videolar chiqish uchun kanal ozroq rivojlanishi kerak. Hozir kommentariyada fikringizni yozmayapsizlar, like, podpiska bo'lmayapsizlar. Odamni hafsalasi tushib ketib, ozgina kontent qilishga odam erinib qolyapti. Mayli, xudo xolasa davom ettiramiz. Charchamanglar.